Assalomu alaykum. Uzumchilikka, bog'dorchilikka qiziqadigan va biz uchun aziz va qadrli bo'lgan bobo dehqonlar. Bugun biz Xorazm viloyati Bog'ot tumanidan o'zimizning bog'imizdan, tomorqa yerimizdan video syomka qilyapmiz. Xorazmda kunlar boshqa viloyatlarga nisbatan kech isiydi. Shuning uchun Xorazmda uzumlar kech ochiladi. Mana uzumlarni ko'tarib, tokga chiqarib, suv ochishga tayyorlayapmiz. Bizni kuzatib, bizga like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, biz uzumlarni qanday bandi kasalliklardan asrash kerak va uzumning chirimasligi uchun qanday ishlar qilishimiz kerak. Shular haqida sizlarga ma'lumotlar berib boramiz. Obuna bo'ling deyishimizga sabab, siz agar bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, biz har bir YouTube kanaliga video qo'ysak, sizga to'g'ridan to'g'ri internetingiz yoqqaningizda sizga bizning qo'ygan videomiz borib turadi. Like bosing deyishimizga sabab, like bossangiz biz qo'ygan videoni ko'proq YouTube kanallarda tarqaladi. Ko'proq odam like bossa, ko'proq odamga manfaatimiz tegsa, biz albatta xursand bo'lamiz. Xo'sh, eng avvalo uzumlarni bandi kasalligi chirishidan asrash uchun hozirdan harakat qilishimiz kerak. Uzumga bandi kasalligi tushgandan keyin emas, hozirdan harakat qilib borsak, uzumga bandi kasal, chirish, yorilish, o'shanaqa narsalar tushmaydi. Eng avvalo nima qilishimiz kerak? Mana biz uzumlarimizni boylaganmiz. Mana shu uzumlarimizning tagiga quvvatini berishimiz kerak. Biz bu uzumlarimizga kuz faslida mana shu oldingi qismiga yarim g'altak go'ngdan olmaqboz kovlab, tuproqni kovlab, chuqurcha qazib, ko'm chiqqanmiz. Shuning uchun hozir ochib, tokga chiqarganimizdan keyin shunchaki bir suv beramiz, keyin ikkinchi suvda olmaqboz berib chiqamiz. Nega deganda biz bunga kuz faslida yetarlicha oziqa berganmiz uzumlarimizga. Shuning uchun bir suvdan keyin endi olmaqboz beramiz. Sizlarga ham maslahat beramiz, agar kuz faslida uzumlarni oziqlantirmagan bo'lsangizlar, uzumlarga olmaqboz yoki molning go'ngi, chirgan go'ngi bersangiz ham bo'ladi. Uzumlarga bandi kasal tushgandan keyin yoki yorilish, chirik tushgandan keyin harakat qilgandan, tushmasdan bir oldin harakat qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun hozirdan harakat qilishimiz kerak. Uzumlarimiz baquvvat bo'lsa, chirish, yorilish, bandi kasalligiga qarshi shunchalik kurashib biladi. Siz ham hozirdan shunlardan harakat qiling. Faqat bunga iso har xil bandi kasalliklarga dori sepib o'rganingiz bilan mana bu tok ojiz bo'lsa, foydasi yo'q, kasalni yenga olmaydi. Shuning uchun hozirdan bahordan harakat qilishingiz kerak. Kuz faslida kelib uzum chiridi, bizlar mevasi chirib qolyapti yoki bandiga kasal tushib ketdi deb ko'p odam savol beradi. Shumaldan harakat qilish kerak. Uzum tagiga eng foydali narsa bu go'ng, mol go'ngi yoki qo'y go'ngi solish kerak. Agar uni mol go'ngi, qo'y go'ngi solishga imkoniyatingiz yo'q bo'lsa, masalan, davlatda ishlaydigan bo'lsangiz, olmaqboz berish kerak. Olmaqboz ham juda ham foydali uzumga. Mana uzumingiz ojiz bo'lsa, siz bu meva kirgandan keyin 1000 marta dorilang, foydasi yo'q. Eng avvalo uzumning mana bu tok, mana uzumning immunitini ko'tarib yaxshi oziqlantirishimiz kerak erta bahorda. Xudo xohlasa hozir bu bog'imizga suv ochamiz. Endi keyingi suvda biz ham olmaqboz berib suv ochamiz bunga. Biz hozir bunga go'ng bermaymiz sababi kuz faslida biz oldingi mana shu oldingi qismini to'lab, go'ng berib, yarim kilo olmaqboz berib suv ochganmiz.
Hozircha buning o'ziga ozuqasi yetarli. Keyingi suvda dori beramiz biz. Bizga like bosing, obuna bo'ling. Xudo xohlasa kuzgacha uzumlarni birgalikda qaraymiz. Biz bilmaganni sizdan o'rganamiz. Biz bilganlarimizni sizga o'rgatamiz, xudo xohlasa. Mana anorlarimizni ham ochdik. Yaxshi sog' salomat bo'ling.